Bilaman sizda speaking muammo, ko'p so'z bilasiz yoki ko'p so'z yodlaysiz, lekin mana shu yodlagan so'zlaringizni speakingda ishlata olmaysiz yoki writingda ham ishlata olmaysiz. Yoki sizga kimdir savol berib qolgan paytda qotib qolasiz, nima deb javob qaytarishni bilmaysiz. Ideya yo'q. Aynan mana shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bugun darsimni oxirigacha ko'rishingiz kerak, chunki aynan talaffuzingizni yaxshilash, yodlagan so'zlaringizni bemalol speaking va writingda qo'llash va to'xtamasdan gapira olish texnikalarini aynan siz bilan ko'rib chiqamiz va bu darsimiz siz uchun juda ham foydali darslardan bittasi bo'ladi. Keling, yaxshisi o'zim haqimda qisqacha sizga ma'lumot berib ketaman. Birinchi navbatda 13 yildan beri ingliz tili sohasida dars beraman. 13 yildan beri metodika yo'nalishlari bo'yicha, filologiya yo'nalishi bo'yicha va kognitiv lingvistika bo'yicha bilimlarni egallab kelganman va hozirgi kunga qadar 3000 dan ortiq o'quvchilarga offline va onlayn tarzda ingliz tilidan darslar berib kelyapman. Va birinchi navbatda O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining ingliz tili bakalavriatini tugatganman. Undan keyin esa Amerika universitetining magistratura yo'nalishini tugatganman Webster universitetida. Undan keyin esa filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, ya'ni PhD hisoblanaman, PhD va dotsent hisoblanaman. Bu bilan ya'ni aytmoqchimanki, ham doktorantlarga, ham bakalavrlarga, hamda magistrlarga darslar berib kelaman. Va bundan tashqari 3-darajali yuristman, yuqori malakali ESP o'qituvchisiman va shu bilan birgalikda bilimlarini yanada mustahkamlash, yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun Angliyaning Coventry universitetida malakamni oshirib qaytganman. Va hozirgi kunda IELTS o'qituvchisi umuman olganda ingliz tili o'qituvchisi uchun kerakli bo'lgan barcha sertifikatlarga TESOL sertifikati, IELTS sertifikati, TOEFL sertifikati hamda CELTA sertifikatlariga ega hisoblanaman. Va 2014-yilda British Council tomonidan o'tkazilgan esselar tanlovida g'olib bo'lganman. Ya'ni insholar tanlovida g'olib bo'lganman va shu g'olib bo'lganligim sababli Angliyada o'qishga yo'llanma kiritganman va hozirgi kunga qadar 3000 dan ortiq insonlarga ingliz tilini sevib o'rganishlariga yordam berib kelganman. Keling esa endi vaqtingizni olmayman va sizga aynan kerakli bo'lgan texnikalarni yaxshilab tushuntirib beraman. Tayyor bo'lsangiz, ruchka qog'oz daftarlarni olib, yaxshilab shay bo'lib o'tirasizlar. Men esa boshladim. Demak, bugun siz bilan ko'rib chiqadiganimiz bu speaking yaxshilash texnikalari hisoblanadi. Birinchi navbatda keling siz bilan talaffuzimizni ozgina to'g'rilab olamiz. Nimaga deganda, siz speakingni yaxshilab rivojlantirish, ya'ni yaxshi gapira olishingiz uchun talaffuzingiz ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni talaffuzingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. O'zi umuman IELTS yoki TOEFL imtihon topshiradigan bo'lsangiz, o'shanda ko'rishingiz mumkin 25% asosan pronunciation, ya'ni talaffuz qismiga beriladi. Hozir esa keling sizga aynan talaffuzingizni yaxshilashga yordam beradigan bitta texnikani tanishtirib ketaman. Oldin kelinglar, mana shu so'zlarni yaxshilab talaffuz qilib ko'ramiz. Sizga 1 daqiqa vaqt beraman va mana shu so'zlarni talaffuz qilib ko'ring. Keyin esa o'zim talaffuz qilamiz, o'zim talaffuz qilib ko'rsataman va siz keyin buni solishtirib, qaysilarni to'g'ri qildingiz, qaysilarda xato qildingiz, ajratib olasiz, okay? Ketdik. Demak, ekranda ko'rinayotgan mana shu so'zlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Boshladik. Yaxshi. Endi esa keling, men sizga talaffuz qilib beraman va tekshirib olasiz, okay? Demak, birinchisi hated, 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 id tovushi eshitilyapti. Loved, 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 laughed, 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 looked, looked, looked. T eshitilyapti. Looked, needed, needed, needed. Id eshitilyapti. Needed. Ko'ryapsiz? Needed emas, needed, id tovushi eshitilyapti. Yoki cold, cold, d eshitilyapti faqat. Cold. Ko'ryapsiz? Demak, mana bu biz o'tgan zamonda yasaydigan oddiygina id tovushimiz ham 3 xil talaffuzga ega ekan. Yo bu t deb talaffuz qilinishi mumkin, mana lookedagi t deb talaffuz qilinishi mumkin, yoki neededagi id deb talaffuz qilinishi mumkin, yoki cold so'zdagi d deb talaffuz qilinishi mumkin ekan. Ko'ryapsizlar? Bitta qo'shimcha shuncha tovush orqali ifodalanyapti. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, xo'p, ba'zida t deb, ba'zida d deb, ba'zida i deb talaffuz qilar ekanmiz, lekin qachon shunaqa talaffuz qilamiz degan sizda xayol paydo bo'ldi menimcha. Keling, endi men sizga shuni tushuntirib beraman yaxshilab, okay? Demak, id tovushini biz talaffuz qilar ekanmiz id tarzida qachonki so'zlarimiz, ya'ni fe'llarimiz oxiri t va d harflari bilan tugasa. Qachonki so'zlarimiz oxiri, fe'llarimiz oxiri t
T va D harflariga tugagan bo'lsa, demak siz bu tovushni id tarzida talaffuz qilishingiz kerak ekan. Id tarzida, ya'ni wanted. Ko'ryapsizda, T bilan tugayapti. Wanted. Want emas, siz talaffuz qilayotgan paytda agar oddiy D ni talaffuz qilmoqchi bo'lsangiz qiynalasiz. Wanted yoki needed. Ko'ryapsizda? Wanted, needed tarzda talaffuz qilar ekanmiz. Endi T tarzda talaffuz qilasiz, qachonki jarangsiz tovushlarga, jarangsiz harflarga tugagan bo'lsa. Jarangsiz harflar nima deydigan bo'lsangiz, bular masalan P harfi, K, F, GH harfi, SH, CH, SS, C, X harflari bilan tugagan bo'lsa, ularga id qo'shimchasini qo'shgan paytimizda, demak u oddiygina T tarzida talaffuz qilinar ekan. Ko'rdingizmi? Mana shu harflar bilan tugagan so'zlarga qo'shilganida T deb talaffuz qilinadi. Masalan, helped. Ko'ryapsiz? Helped deya olmaymiz. Helped o'zi avtomatikan chiqadi. Helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Ko'ryapsiz? T tovushini bildiryapti. Endi agarda D deb talaffuz qilar ekanmiz, qachonki shuni teskarisi, jarangli harflar bilan, jarangli tovushlar bilan tugagan so'zlarga qo'shilsa. Jaranglarga qaysilar kiradi? L, N, R, G, V, S, Z, B, M harflari bular jarangli hisoblanar ekan. Mana shularga tugagan harflarga, ya'ni so'zlarga qo'shiladigan bo'lsa, bu jarangli D ni bildiradi. Masalan, cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. Ko'ryapsiz? Claimed. Xuddi shunaqa D tarzida talaffuz qilishingiz kerak ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Qachon id talaffuz qilamiz, qachon T talaffuz qilamiz, qachon D talaffuz qilamiz. Endi esa o'zingiz bitta yaxshilab mashq qilib ko'ring va menga natijasini aytasizlar ekan yoki kommentariyaga yozib qoldirsanglar ham bo'ladi. Okay? Xo'p, endi esa kelinglar, yana bitta ajoyib texnikamizni o'rganib olamiz. Va bu qoida sizga speaking the fluency, ya'ni ravonlikni yaxshilashingizga yordam beradi. Xo'p, ingliz tilida bizda connected speech degan qoida bor. Connected speech degani bu gaplarimizdagi so'zlarimizni bir-biriga bog'lab gapirishimiz. Hech e'tibor berganmiz, nimaga ingliz tili masalan what do you mean deb cho'zib talaffuz qilishmaydi, what do you mean deyshadi. Nima demoqchisan o'zi desa, what do you mean deyshadi. Ko'ryapsiz-a? Xuddi shunaqa bizda buni asosiy sababi demak connected speech qoidasi borligi ekan. Ya'ni so'zlarni bir-biriga bog'lab talaffuz qilishimiz kerak va mana shunday qilib bir-biriga bog'lab talaffuz qiladigan bo'lsangiz, bu sizga speakingda ravonligingizni ham ta'minlab beradi. Bugun siz bilan aynan speakingda ravonligingizni ta'minlashingizga yordam beradigan id qo'shimchasidagi connected speech qoidasini ko'rib chiqamiz. Masalan, needed a. Ko'ryapsiz-a? Iddan tugagandan keyin unli bilan boshlanadigan so'z kelsa, uni bir-biriga ulab olamiz. Masalan, needed a demimizda needed a. Needed a. Ko'ryapsiz? I needed a bottle of water desa, masalan, I needed a bottle of water deydi. I needed a bottle of water. Ko'ryapsiz? A bottle of water emas, I needed a bottle of water emas, I needed a bottle of water. Ko'ryapsiz? Neededani bir-biriga qo'shib yuboryapmiz. Xuddi shunaqa, demak, bir-biriga bog'lab gapirishimiz kerak ekan. Yoki bo'lmasam lasted about. Lasted about. Ko'ryapsiz? Lasted about. Lasted about. Bir-biriga qo'shilib ketyapti. It lasted about 20 minutes desam, bir-biriga ulab ketyapmiz. Yoki decided on. Decided on. Ko'ryapsiz? Decided on. Qo'shilib ketyapti bir-biriga. We finally decided on dinner. We finally decided on dinner. Ko'ryapsiz? Bir-biriga qo'shib yuboryapman. Yoki talked about. Ko'ryapsiz? Talked about, talked about. Talked about qilib bir-biriga ulanib ketyapti. We talked about everything. We talked about everything. We talked about everything. Ko'ryapsiz? Bir-biriga ulab ketyapman. Yoki worked out. Worked out. Worked out emas, worked out. Masalan, I'm so glad it all worked out.
It all worked out. Ko'ryapsiz, worked out bir-biriga qo'shilib ketyapti. Xuddi shunaqa agarda odatda nimadan keyin id qo'shimchasi qo'shilgan so'zingizdan keyin ulli bilan boshlanadigan so'z kelsa, odatda bir-biriga qo'shib ketiladi, ulab boriladi. Okay? Yoki warm it up. Ko'ryapsiz, warm it up emas, warm it up. Dapni bir-biriga qo'shib yuboryapman. It really warmed up this week. It really warmed up this week. Xuddi shunaqa qilib, demak siz ham bir-biriga qo'shib yuborsangiz, speakingda ancha ravonligingizga yordam berar ekan va buni albatta qo'llab ko'ringlar. Okay? Xo'p, endi kelinglar sekin-asta biz so'z yodlashga o'tamiz. Vocabulary qismiga o'tamiz. Xo'p, endi qanaqa qilib biz yodlagan so'zlarimizni speakingda qo'llashimiz mumkin? O'zi umuman olganda qanaqa qilib so'z boyligimizni 2x ga 2 barobar ko'paytirishimiz mumkinligi haqida siz bilan gaplashib olamiz. Oldin siz bilan keling, mana shu mavzumizga doir bo'lgan ayrim so'zlarni ko'rib chiqamiz. Okay? Demak, birinchi ko'rmoqchi bo'lgan so'zimiz chiroyli kuchukcha. There is a dog. Yes. Xo'p, mana shu dogga nisbatan qanaqa kulyapti degan so'zni ishlatsangiz bo'ladi. Qanaqa so'z ishlatasiz? Ko'pchilik laugh deydi. Laugh so'zini ishlatadi mana. Ko'pchilik laugh so'zini ishlatadi. To'g'ri, laugh desangiz ham bo'ladi, lekin laughdan boshqa juda ham ko'p aynan shu ma'noni bildiradigan so'zlarimiz bor. Bulardan birinchisi, mana shu rasmga tushadiganimiz bu giggle so'zi hisoblanadi. Giggle so'zi hisoblanadi va aytishingiz mumkin, it is giggling. Masalan, kuchukchaga qarab it is giggling yoki insonga qarab she is giggling deb aytishingiz mumkin va giggle degani bu miyig'ida sekingina kulishga, chiroyli kulishga nisbatan giggling deyilar ekan. Buni adashmasam emojisi ham bor. Yes. Xo'p, ikkinchi kulish turimiz mana bu chiroyli qizchamiz, ko'rishinglar mumkin. Ichida yomon xayol bilan hali ko'rasan-u degan niyatda kulib turibdi. Xuddi shunaqa qilib yomon niyat bilan, yomon niyat narsani ko'zlab kulishga biz odatda sneaker so'zini ham ishlatamiz. Sneaker. Sneaker fe'lidan foydalansak ham bo'ladi. Masalan, bu yerda aytishingiz mumkin, she is sneakering. She is sneakering deyishingiz mumkin ekan. Ko'ryapsiz-a? Xo'p, endi uchinchi turdagi kulishimiz bu, demak, ko'ryapsiz, qornini ushlab, maza qilib kulyapti va bu kulishga nisbatan biz belly laugh degan so'zdan foydalansak bo'ladi. Belly laugh degan so'zimiz ishlatiladi. Belly laugh degani bu maza qilib qornini og'riydigan darajada kulishga nisbatan ishlatiladi. Masalan, it gave me a belly laugh. Bu ma'no haqiqatda vobshe kuldirib yubordi deganda it gave me a belly laugh deb ishlatishimiz mumkin ekan. Ko'rib turibsiz, biz bitta kulish degan so'zning 3 ta variantini o'rgandik. Giggle, belly laugh, sneaker so'zlarini o'rganib oldik. Endi, xo'p, bu so'zlar yanada yaxshi esimda qolishi uchun, speakingda ishlata olishim uchun nima qilishim kerak desangiz, siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan bitta texnika bor. Bu word mapping texnikasi deyiladi. Word mapping degani bu so'zning xaritasini yasash yoki hosil qilish texnikasi hisoblanadi. Bilasiz, inson miyasi odatda qanaqadir sxemalashtirilgan narsalarni yaxshiroq yoki bilimlarni yaxshiroq eslab qola oladi. Siz buni so'z yodlashda ham ishlatishingiz mumkin. Ya'ni, o'rgangan so'zlaringizni yanada mustahkamlash uchun va yanada ko'proq shu so'zga doir bo'lgan so'zlarni o'rganish uchun aynan word mapping texnikasidan foydalanishingiz mumkin ekan. Okay, endi buni qanaqa qilamiz degan savol bor sizda. Demak, bitta so'z o'rganayotgan paytingizda birinchi uning ma'nosi yoki definition, odatda o'zi biz ma'nosi emas, definition deb aytamiz, izohini o'rganasiz. O'sha so'zni sinonimlarini o'rganasiz, antonimlarini o'rganasiz, collocations, ya'ni so'z birikmalari yoki buni chunk ham deymiz, chunks o'rganasiz. O'sha so'zga doir bo'lgan example, misollar berasiz va word family, so'zlar oilasini ham o'rganib qo'yishingiz mumkin ekan. Va bu nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda bu masalan topic vocabulary'ni o'rganishingizga yordam beradi. Topic vocabulary degani bu mavzulashtirilgan so'zlar. Agar IELTS, TOEFL yoki umuman qanaqadir ekzamen test topshirsangiz ham yoki writingda insho yozmoqchi bo'lsangiz ham, mana shu mavzuga doir bo'lgan sizga so'zlar kerak.
Ya'ni har xil xohlagan so'zlaringizni ishlab tashlay olmaysiz writing qilayotgan paytingizda ham, to'g'rimi? Ya'ni yozayotgan paytingizda yoki speaking qilayotgan paytingizda ham. Masalan, siz kulish haqida sizga savollar tushyapti. Bunda siz faqatgina laugh degan so'zni ishlatsangiz, juda ham bu so'z boyligi kam ekan degan siz ekzamenlarda taassurot paydo bo'ladi. Siz mana shu bittagina so'zni har xil so'z birikmalari bilan, har xil variantlari bilan, sinonimlari bilan, antonimlari bilan ishlatadigan bo'lsangiz va uni har xil variantda, masalan, ot, sifat variantlarida yoki fe'l qilib ishlatadigan bo'lsangiz, albatta bu sizga ko'proq ball olishingizga yordam beradi. Xo'p, qanaqa qilib bunaqa topic vocabulary, ya'ni so'z mavzulashtirilgan so'zlarni osongina o'rganishim mumkin deydigan bo'lsangiz, ayni word mapping texnikasidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni haftada bir marta, hech bo'lmaganda bir marta siz mana shunaqa qilib word mapping qilib ko'rishingiz mumkin. Bitta topic vocabulary olasiz, ya'ni mavzulashtirilgan so'zlar uchun bitta mavzu tanlaysiz. Masalan, keling biz bugun siz bilan o'sha laugh mavzusini olaylik. Mana men sizga tayyor variantda buni tayyorlab qo'yganman. Laugh, kulish yoki kulgi mavzusini olaylik. Olganimizdan keyin buni o'tirib qog'ozda qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, yozib chiqasiz. Birinchi meaning, izohini yozasiz. Kulmoq, zo'r bo'lardi definition yozsangiz. Izohini emas, ya'ni ma'nosini emas, kerak bo'lardi definition izohini yozgan. Ingliz tilidagi izohini yozsangiz. Sababi ingliz tilidagi izohini yozsangiz, shu so'zga doir bo'lgan yana boshqa so'zlarni ham bemalol o'rganasiz. Ikkinchisi, bu so'zning sinonimlarini yozib chiqishingiz mumkin. Masalan, giggle, chuckle, cackle, snicker, roar, laughter degan sinonimlarni yozib chiqasiz. Va bu sinonimlarni yozganingizdan keyin mana bu sxema sizda so'zlarni, mana shu laughga doir so'zlarni yaxshi eslab qolishingizga yordam beradi. Keyingisi antonimlarni yozishingiz mumkin. Masalan, cry, frown, qovog'ini solib olish degani, xuddi shunaqa buni antonimlarini ham yozishingiz mumkin. Va oxirgisi collocations, ya'ni so'z birikmalarini yozib chiqasiz. Burst out laughing, laugh your head off yoki fake laugh, soxta kulgi, can't stop laughing, kulgida o'zini to'xtata olmaslik yoki laugh at someone, kimningdir ustidan kulish degan. Xuddi shunaqa qilib collocations, ya'ni so'z birikmalari ham yozib chiqishingiz mumkin ekan. Va oxirida examples, ya'ni misollar yozib chiqasiz. Mana shu o'rgangan so'zlaringiz bilan misollar yozib qo'yasiz. Masalan, she burst out laughing, u yorilib kulvordi yoki he tried not to laugh, kulmaslikka harakat qildi yoki the video made me laugh my head off, video meni vobshe kuldirib yubordi degan ma'noda mana shunday so'zlar bilan gaplar tuzib qo'yasiz va gap tuzgandan keyin bu gaplaringizni speakingda ham ishlatishingizga, writingda ham oson ishlata olishingizga yordam beradi. Va keyin example yozdik, collocations yozdik. Undan keyin qiladigan ishingiz bu word family. Mana shu so'zni so'z oilalariga ajratib qo'yishingiz bo'ladi. Masalan, love fe'l bo'lsa qanaqa bo'ladi, noun bo'lsa qanaqa bo'ladi, ya'ni ot shaklda qanaqa bo'ladi, fe'l bo'lsa verb bo'lsa, masalan, laugh so'zi, noun bo'lsa laughter so'zi, adjective sifat bo'lsa laughable, kulsa bo'ladigan laughable so'zdan foydalanishingiz mumkin. Agar ravish bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam sifatda laughing ham deyish mumkin yoki ravish shaklida laughingly deb, masalan, har xil so'z oilalariga ham ajratib qo'yasiz va bu so'z oilalariga ajratganingiz sizga ertaga so'zlarni har xil variantda ishlatishingizga yordam beradi. Va yana bitta muhim jihati, xo'p, bunaqa ajratishni o'rganib oldim. Daftarimga yozib ajratar ekanman, bitta mavzuni tanlar ekanman, lekin mana bu sinonimlarni qayerdan olaman, men bilmayman-ku. Antonimlarni qayerdan olaman, bilmayman-ku deydigan bo'lsangiz, buning uchun masalan sizga aytgan bo'lardim, Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary yoki foydalanishingiz mumkin, lekin men ko'proq Cambridgedan foydalanaman, chunki ichida so'zlari juda ham aniq tushuntirib berilgan, sinonimlari bilan, antonimlari bilan, gaplar, misollar bilan berilganligi uchun asosan Cambridge Dictionarydan foydalanaman. Internetga Cambridge Dictionary deb yozadigan bo'lsangiz, bemalol mana shu lug'at kelib chiqadi va kirib xohlagan so'zingizni yozib, bunga doir bo'lgan antonim, sinonim, so'z birikmalari hamma narsa sizga tayyor qilib berilgan. Shuni shunchaki o'rganib bo'lib, qog'ozga tushirib chiqadigan bo'lsangiz, bu sizda albatta zo'r ishlaydi. Okay? Demak, xuddi shu usulda haftada hech bo'lmaganda bitta mavzu tanlaysiz. Masalan, environmentmi, fashionmi, bitta mavzu tanlab, mana shunaqa usulda so'zlarni takrorlab olishingiz mumkin ekan va buni rostdan ham foydasi yaxshi.
Agarda erinadigan bo'lsangiz, dangasa bo'lsangiz, buni onlayn tarzda qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bizda maxsus ilovalar bor. Aynan mana shu word mapping texnikasini bajarishingizga yordam beradigan ilovalar bor. Bulardan birinchisi Kaggle, ikkinchisi BoardMix, uchinchisi Notion ilovalari hisoblanadi. Aynan mana shularda ham siz sxemalar yaratib word mapping qilishingiz mumkin ekan. Menimcha bu sizga endi tushunarli bo'ldi. Keling endi esa siz bilan aynan o'rgangan so'zlarimizni qanaqa qilib speakingda ishlatish va ideya kelmay qolgan paytda qanaqa qilib gapirishimiz mumkinligi haqida ajoyib texnikamizni ko'rib chiqamiz va bu texnikaning nomi sandwich method deyiladi. Ko'rib turibsiz, mana bizda chiroyli sandvichcha bor. Mana shu metodimiz, demak bizda sandwich metodi deyilar ekan. Nimaga deganda, ko'rib turibsiz, sandvichning asosan 3 ta etapi, 3 ta layer bo'ladi. Birinchisi bu ustki qatlami, ikkinchisi qatlami yeydigan qismi, asosiy qismi va uchinchi qatlami tagi, ya'ni ikkita non bilan yopilgan bo'ladi. Xo'p, bu metodda biz yana boshqacha nomi REE metod ham deyiladi. Ya'ni R respond, javob berish, elaborate dalillash, kengroq ochish, example ya'ni misollar keltirish deb nomlanadi. Bunda mana bu qismimiz masalan respond qismi bo'ladi, ustki qismimiz. Ichki yeydigan qismimiz elaborate qismi bo'ladi, yaxshilab ochish qismi, elaborate va mana bu tagi qismimiz esa example qismi bo'lar ekan. Example qismi bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib sizga kimdir savol beradigan bo'lsa, mana shu usuldan foydalangan holatda ham javob berishingiz mumkin. Albatta buni birdaniga qilib keta olmaysiz. Oldin mashq qilishingiz kerak, praktika amaliyotda qo'llab ko'rishingiz kerak. Keyinchalik bu sizda avtomatik rivojlanib boradi. Ya'ni mashq qilaverganingizdan keyin ko'p-ko'p avtomatik rivojlanadi. Xo'p, masalan, IELTSda yoki Seferdan birinchi qismda savol beriladi. Savol berilganda masalan do you like ice cream degan savol bersa, ko'pchilik yes I do, ha yoqadi menga degan juda ham qisqa javob berishadi. To'g'ri, part 1da qisqa javob berishimiz kerak, lekin bu degani bitta gap bilan juda ham qisqa javob berish degani emas. Albatta uni ozgina bo'lsa-da ochishingiz kerak. Kamida 3 ta gap bilan xuddi shunaqa qilib javob berishingiz mumkin ekan. Okay? Masalan, menga savol berildi. Do you like movies that make you laugh? Senga kuldiradigan kinolar yoqadimi degan savol berildi. Endi esa mana shu usulda biz mana shu savolga javob berib ko'ramiz, okay? Xo'p, endi sizga mana shunda do you like movies that make you laugh degan savol berildi. Xo'p, bunga qanaqa qilib aynan mana shu usulda javob berishimiz mumkin ko'rib chiqamiz. Birinchi aytishimiz mumkin, yes I do. Yes, I do. Ya'ni javob berib olamiz. Va mana bu qismimiz bizda respond qismiga javob berdik. Ya'ni birinchi qismiga mana javob berdik. Respond deganga javob berdik. Xo'p, endi nima qilishim kerak? Endi elaborate qilishim kerak. Ya'ni buni dalillab ochishim kerak ichini ozgina. To'g'rimi? Yoritib berishim kerak. Aytishim mumkin. Qorada yozaylik, mayli. Yes, I do. I do. Yoki oddiygina I enjoy qilaveramiz. Hozir ham bittagi mayli, dunyam tushuntirib keta qolay sizga. I do enjoy watching sitcoms, masalan. Men erta yasaydi javob berdim, ha yoqadi. I do enjoy degani men bu do fe'ldan oldin, yana bitta fe'ldan oldin keladigan bo'lsa, bu kuchaytirish uchun juda ham yoqadi degan ma'noda kuchaytirish uchun ishlatiladi. Demak, yes I do deb respond qilgan javob qaytardik. Endi esa I do enjoy watching sitcoms deb masalan ochib beryapmiz, ya'ni elaborate qilyapmiz. I do enjoy watching sitcoms and yana qo'shishim mumkin and they really give me a belly laugh. Boyagi so'zimizni ishlatamiz, o'rgangan so'zlarimizdan foydalanaylik, okay? Ular menga haqiqatda ham maza qilib kulishimga yordam beradi, maza qilib kuldiradi meni. Give degani bermoq, ya'ni a belly laugh maza qilib kuldiradi degan ma'noda kelyapti. They really give me a belly laugh and ikkinchi nuqta qo'yamiz, boshqa yozamiz. I often watch them when I feel down or upset to lift my mood.
Masalan, xo'p, aytyapmiz bu yerda I often watch them. Men ularni odatda ham tez-tez ko'raman. When I feel down, qachonki kayfiyatim yo'q bo'lsa, feel down degani kayfiyati bo'lmaslik, or upset yoki xafa bo'lsam, to lift my mood degani kayfiyatimni ko'tarish uchun degan ma'noda aytilyapti. Ko'ryapsiz, mana bu qismimiz endi hammasi elaborate, ya'ni dalillash qismiga ketdi. Va bizda qaysi qism qoldi? Oxirgi example, misol qismi qoldi. Endi men mana shu yerda o'zim yaxshi ko'rgan qanaqadir sitcom haqida gapirishim mumkin. Masalan, aytamiz. My qora yozing. My all time favorite sitcom is Friends. Haqiqatda bu kinoni yaxshi ko'raman, serialni. My all time favorite sitcom degani meni har doim ko'radigan, all time degani har doim ko'radigan degani. My all time favorite sitcom is Friends and I learned yoki aytishim mumkin. Bu yoqda aytishim mumkin I got interested in American English by watching it over and over again deyishim mumkin. Masalan, va got interested degani juda ham qiziqib ketganman. Got interested in American English, amerikancha ingliz tiliga juda ham qiziqqanman. By watching it over and over again. Qayta ko'rish orqali mana shu kinoga juda ham qiziqib ketganman dedim va bu yerda biz example, ya'ni misol beryapmiz. Pochirkimga yozim xunuk bo'lgani uchun I'm sorry, kechirasizlar, lekin buni to'g'rilashim iloji yo'q. Bu meni yoshligimda yozib kelayotgan pochirkim. Okay, demak ko'ryapsiz, bittagina oddiy savol berilsa ham, do you like movies that make you laugh degan oddiy savol berilsa ham, siz uni respond, elaborate hamda example orqali ochib berishingiz mumkin ekan. Ya'ni oddiygina javob berganingizdan ko'ra, bunaqaroq qilib to'liqroq gapirish sizga masalan любой savolga ideya topib yaxshi gapirishingizga yordam beradi. Okay? Ya'ni sizda har doim mana shu 3 ta xayolingizda har doim 3 ta narsa turishi kerak. Birinchisi respond qilishim kerak, elaborate qilishim kerak va example berishim kerak degan tartib turishi kerak. Okay? Masalan, sizga xuddi shu savol berildi. Do you like movies that make you laugh? Desa, yes, I do. I do enjoy watching sitcoms and they always give me a belly laugh. I often watch them when I feel down or upset to lift my mood. And my all-time favorite sitcom is Friends, and I got interested in American English by watching it over and over again deb bittagina qilib aytib qo'yishingiz mumkin ekan. Ko'ryapsiz, bu usulimiz ham, ya'ni bu texnikamiz ham, ya'ni sandwich metodi albatta speakingni yaxshilashingizga yordam beradi. Kuniga hech bo'lmaganda bitta savolni olib, asosan part 1 ga yaxshiroq yordam beradi. Bitta savolni olib, xuddi shu usulda javob berib ko'rishingiz ham mumkin ekan. Bugun siz bilan asos o'rganmoqchi bo'lgan texnikalarimiz shulardan iborat edi. Xo'p, 2025-yilda qo'ygan asosiy maqsadlarimdan bittasi bu ko'pchilik o'quvchilarimga beauty sertifikatini olishga yaqinda yordam berish edi va hozirgi kunga qadar bu maqsadga erishib kelmoqdamiz. Lekin 2026-yilda ham xuddi shu maqsadni qo'yganman, ya'ni ko'plab o'quvchilarimga beauty sertifikat olishlariga yaqinda yordam bermoqchiman. Boya sizga aytib o'tdim, 13 yildan beri aynan ingliz tili sohasida dars berib kelaman va mana shu 13 yillik tajribalarim yiqqan holatda men 1 yildan beri bitta loyihani ustida ish olib boryapman. Va bu loyihamiz bizda action, ya'ni 2 oyda darajangizni beautyga olib chiqadigan action kursi hisoblanadi. Nimaga bu kursimiz action deb nomlangan deganda aytishim mumkinki, aynan harakatlarga asoslangan va barcha skilllaringizni, ingliz tilidagi reading, writing, speaking hamma skilllaringizni, hamma ko'nikmalaringizni bittada ko'tarishga yordam beradigan va darajangizni 2 oyda B2 darajaga chiqishingizga yordam beradigan bu kursimiz, demak action kursi deb nomlanar ekan. O'zi shunday o'quvchilaringiz bormi desangiz, hozir keling, aynan yaqin kunlarda B2 sertifikatini olgan o'quvchilar
o'quvchilarimiz haqida gaplashamiz. Birinchi o'quvchimiz yaqinda IELTSdan 6,5 yani B2 sertifikatini olib, hozirgi kunda Italiyada mashhur universitetlardan bittasida o'qimoqdalar. Ikkinchi o'quvchim esa bularga sertifikat asosan ishlari uchun kerak bo'lgan va sertifikatni olib, ya'ni B2 ya'ni 6,5 sertifikatini oldilar va yaqinda Adliya vazirligida lavozimlari oshdi. Bu sertifikatlar ham lavozimlar oshishiga va oylik daromadlari oshishiga yaqinda yordam berdi. Undan tashqari yana bitta o'quvchimiz, bular Mahmudjon, menga o'zi darajalarini intensiv ko'tarishga yordam berishim uchun iltimos bilan chiqqan edilar va bular bilan biz intensiv shug'ullandik va 2 oyda B2 olib Westminster o'qishga kirganlar va hozirgi kunda yakka tadbirkorlik bilan ham shug'ullanib kelmoqdalar. Ko'rib turibsiz, bular bizdagi haqiqiy real case'lar hisoblanadi. Xo'p, bu kursimiz qay tartibda olib boriladi deydigan bo'lsangiz, kursimiz maxsus platformada olib boriladi. Haqiqiy maxsus onlayn platformada olib boriladi va platformaning afzal tarafi, bu platformamizda nazorat juda ham kuchli. Masalan, biz ertaga sizni joylangan videomizni qaysi qismigacha ko'rdingiz, oxirigacha ko'rdingizmi, yo'qmi, biz shuni yaxshi nazorat qilib o'tira olamiz va bu platforma degani, agar ko'pchilik bilmaydigan bo'lsa, mana bilasiz, Duolingo shunga o'xshagan ilovalar bor. Xuddi shunday ilovani, Menta ilovasini yuklab olasiz va kursimizni olganingizdan keyin sizga registratsiya qilishingizga biz link beramiz va registratsiya qilib kursimizni ko'rishni boshlaysiz. Va bu platformaning yana bitta zo'r tarafi, agarda birinchi video darslikni tugatmagan bo'lsangiz, ikkinchisini ko'rishga sizda dostуп bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu kursimizda nazoratga asoslangan nazoratli kursimiz hisoblanadi. Va haftasiga 3 ta jonli darslar bo'ladi. Faqatgina video darslik berib qo'ymaymiz. Video darsliklar asosan platformaga joylashtiriladi. Ya'ni siz chalg'imasdan e'tiboringizni bitta narsaga berib ko'rishingiz uchun aynan platformada qilinyapti. Lekin haftada 3 kun jonli dars o'tiladi va bu jonli darslarning hammasini o'zim kechki paytga 1,5 soat davomida o'taman. Qanaqa o'tishimni ko'rdingiz, metodikamni ko'rdingiz. Xuddi shunaqa energiyaga boy qiziq darslarimiz haftada 3 marta 1,5 soatdan davom etadi. Bundan tashqari bizda amaliy vazifalar va mock big quizlar bo'ladi. Amaliy vazifalar deyilganda har bitta darsimizda qiziqarli o'yinlarga boy bo'lgan vazifalar beriladi va bu vazifalarni siz guruhlaringizga, ya'ni guruhlarga bo'linasiz. Guruhga bo'lingandan keyin yo o'qituvchingizga yoki menga tashlaysiz va har bitta vazifangizni yaxshilab tekshirib biz sizga feedback beramiz. Bundan tashqari mock deganda biz har shanba kuni speaking examlarga tayyorlanishingiz uchun, ya'ni speakingga tayyorlanishingiz uchun biz siz bilan speaking bo'yicha yuzma-yuz jonli chat orqali gaplashamiz. Agar kuratorli taraf yozilgan bo'lsangiz, kuratoringiz bilan gaplashasiz. Menga yozilgan bo'lsangiz, men bilan gaplashadigan VIPga tarifiga yozilgan bo'lsangiz, unda men siz bilan har shanba kuni jonli gaplashamiz va bu albatta speaking yaxshilashingizga va xatolaringizni to'g'rilashga yordam beradi. Undan tashqari bizda har yakshanba kuni big quizlar o'tkaziladi. Ya'ni bu big quiz deyilganda biz yakshanba kuni butun hafta davomida o'rgangan bilimlarimizni takrorlaymiz, musobaqalar o'tkazamiz. Musobaqada g'olib bo'lgan o'quvchilarga esa pulli yutuqlar qo'yilgan. Hattoki mana shu pulli yutuqlarni yutibsiz, kursimizni shunchaki tekinga o'qigan deb bo'lib ketishingiz ham mumkin. Shu bilan birgalikda offline speaking club ham, ya'ni klubimiz ham tashkillashtirilyapti. Ya'ni oyda bir marta biz jonli tarzda siz bilan offline ko'rishamiz. Har xil speaking bo'yicha o'yinlar qilamiz, aktivitelar qilamiz va speakingingizni yaxshilashingizga, networking yaxshilashingizga albatta bu sizga juda ham katta yordam beradi. Va bizda yana ikkita mini kursimiz, bonus kursimiz bor va bu bonus kurslarni siz qanaqa olishingiz mumkinligini hozir men sizga yaxshilab tushuntirib beraman. Demak, kursdagi asosiy bizda 7 ta modulimiz bor. Birinchi modulimiz bu B2 ga chiqish strategiyalari moduli hisoblanadi. Nimaga deganda, nimaga bu modulni qo'yganmiz, o'zi qo'ygansiz deydigan bo'lsangiz, ko'pchilik masalan B2 ga chiqishing uchun nima qilishing kerak desa, nima qilishni biladi. Grammatika o'rganishim kerak, zamonlarni yaxshi bilishim kerak, shuncha so'z boyligiga ega bo'lishim kerak deydi. Lekin ko'pchilikda dangasalik, motivatsiya tushib ketishi, erinchoqlik, orqaga surish degan muammolar tiqilib yotibdi. Mana shu muammolarni yig'ishtirib qo'yib, ham faqatgina hard skills emas, soft skills, ya'ni vaqtdan unumli foydalanish, samarali dars qilish, dangasalikni yengish, ya'ni soft skills ham sizga juda ham muhim. Agarda siz chegirmali narxda, ya'ni 30% chegirma narxda kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havola orqali adminga yozasiz va admin orqali link tashalgan sizga. Mana shu link
orqali ro'yxatdan o'tib adminga yozadigan bo'lsangiz, adminlarimiz siz bilan aloqaga chiqishadi, kursimizni yana bir marta yaxshilab tushuntirib berishadi va kurs haqida, uni narxlari haqida sizga yaxshilab ma'lumot berishadi va kursimizga kirib olishingizga imkoniyat bo'ladi. Demak, birinchi kursimiz, sizga beriladigan bonus kursimiz bu $200 bo'lgan speaking kursi. Bu asosan speaking yaxshilashga yordam beradigan kurs hisoblanadi. Men aynan bu kursni amerikalik ustozdan o'zimni speakingni yaxshilash uchun olganman. Lekin mana shu action kursini olgan o'quvchilarimga ham bu kursni bonus sifatida bermoqchimiz. Va siz shunchaki ro'yxatdan o'tib kursimizga qo'shilganingiz uchun mana bu kurs ham sizga bonus tarzida beriladi. Undan tashqari yana bitta Iman Ahmedovnaning dangasalikdan xalosman degan kurslari bor. Asl narxi 3 million turadi. Lekin bugun siz mana shu kursimizga yozilib ro'yxatdan o'tib to'lovini qiladigan bo'lsangiz, bu kursimiz ham sizga shunchaki tekinga beriladi. Ko'ryapsiz, bittagina kurs olish orqali ham siz $200 kurs olyapsiz, hamda 3 millionlik kurs olyapsiz. Ya'ni ikkita kursni bonus tarzida olyapsiz. O'ylaymanki, barcha ma'lumotlarimiz sizga tushunarli bo'ldi. Agar kursimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tasiz, adminga yozasiz va kurs haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin, kurs to'lovlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin va men sizlarni kursimda kutib qolaman. Ma'lumotlarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, ketkizgan vaqtingizga rozisiz degan umiddaman va sizlar bilan kursimizda ko'rishguncha deb qolaman. Bye everyone.